top 5 eng zo'r o'yinlar. Juda driving o'yini bu, juda ham zo'r o'yin. Siz bilgan 3D driving o'yin bu shunaqa mashinalar tanlab o'ynaysiz. Ya'ni siz shunaqa kuchli mashinalarni tanlab, o'zbek mashinalari yo'q unchalik, lekin o'yin grafikasi juda ham zo'r va maza qilib o'ynaysizlar. Agar internetingiz tugab qolgan bo'lsa, internet bor paytda shu o'yinni tortib olinglar va maza qilib o'ynaysizlar. Va agar internetingiz bor bo'lsa, shuni torting. Endi Uzubi parkingga o'tamiz. Uzubi parking o'yini bu o'zbek mashinalarini qilasiz, o'zbek mashinalarini qilib ularni solishtirasiz. Qaranglar, mana masalan bolalar bo'ladi. O'zbek mashinalarini solishtirib, ishlarini solishtirib, hammasini sinab ko'rasiz va o'yin grafikasi juda ham zo'r, maza qilib o'ynaysizlar. Sizlarga bu o'yinni tavsiya etaman. Juda ham zo'r. Siz bilgan Uzubi parking o'yinini o'ynashni tavsiya etaman. Masalan, hozir Damas'ni chaqirsanglar, Damas ham keladi. Ishonmasanglar ko'rasizlar. Qarab turinglar. Hozir Damas bo'ladi. Damasni chaqirsanglar, Damas ham keladi. Xohlagan mashinalarni qilsa bo'ladi. Mana Damas. O'zbek mashinalari bo'ladi. Bu sizlarga tavsiya etaman. Maza qilib o'ynashinglar mumkin. Endi Roblox o'yini o'zi internetli bo'lsa ham juda ham zo'r o'yin. Bu o'yinda siz millionlab o'yinlar bor, milliardlab, ya'ni hamma yaratgan milliardlab o'yinlar bor. Hammasidan bittasini hammasini maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana bu eng mashhur o'yinni o'ynasanglar bo'ladi. Mana men o'ynayotgan va o'zining zo'r anaqalari. Bu o'yinni sizlarga tavsiya etaman, internetli bo'lsa ham. Counter Strike 3 bu juda ham qiziq o'yin, lekin sizlar Counter Strike 3 o'ynab zerikib ketgan bo'lsangiz, shu o'yinni tavsiya etaman. Internetsiz o'ynasanglar o'ynaysizlar. Maza qilib qaranglar mana. Boshqarishni bilmasanglar boshqarib olasizlar. Endi Blood Strike eng birinchisi. Internetli lekin o'yin grafikasi vahshiy zo'r. Sizlarga tavsiya etaman bu o'yinni. Menga yoqib qolgan bu o'yin vahshiy tortganimdan beri qiziqib o'ynayman. Bo'pti.